Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Ha? Pishirib qo'yibdim bu yerda. Nimaga kelding? Adasi 4 oydan beri aliment olganimiz yo'q. O'ynayotganim yo'q. Pulim tushib beraman. Adasi, majbur bo'ldim. Bolamizga oyoq kiyim olib bera olganim. Bolamiznimi? Bolamdigin. Bola sen bilan qolgan. Oyoq kiyim olib bera olmayapmiz. Nimaga tushunmaysiz? Majbur bo'ldim masjidga kelishga. Menga qara, nima sen meni ko'rsang, pulni ko'rgandek bo'laverammi? Ha? Shunaqa ham odam bo'lasanmi? Sabr qilib turdimmi? Imkoningiz bo'lsa degandim. O'zim uchun emas, bolalar uchun so'radim. Bola saniki, meniki emas. Bolani pesh qilma menga. Ajrashdan oldin o'ylash kerak edi buni. Yetqiz olmayapman. Ha, bu yerda qorovul bo'lsanmi? Hech bilan oylik olardim. Oyligim tushib beraman. Odamlar qarzini olish uchun qancha kutadi bilasanmi? Ha, sen aliment olgani 4 oygina kutibsan. Bo'pti, gap ko'paytirma. Davay, hayda. Men buni ham ol. O'zing ziydigini oqizmasin menga. Davay, hayda. Hech bo'lmasa bolamizni o'ylang. Men senga necha marta aytayapman, bola saniki domma. Ikkalamiz unaqa demang, bolani oldida. Pul tushib beraman. Hayda. Bo'ldi. Bor.